Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rib turganlaringdek Xunji modelimiz 2 tonnali va qo'sh baloni yetib kelgan bizga. Ko'rishlaring mumkin. Motorlari juda baquvvat, 250 kubali original Xunji motor qo'yib qo'yilgan. Bemalol 2 tonna, 2,5 tonnagacha yukingiz bemalol olib ketaveradi. Qo'sh balon bo'ladi, yana qo'shimchasiga o'zi ko'p modellarda, pastli hamma modelda 2 tonnaligida yakka balon bo'ladi. Xunji modelimizda bo'lsa qo'sh balon ko'rishlaring mumkin. Zapaska balonlar o'rnatib qo'yilgan. Bortlarniki razmeriga keladigan bo'lsak, akalar 220 ga 140 lik bo'ladi bortlari. Bemalol 2 tonna yukni ichiga solganingizda ham to'lib toshib ketmaydi. Shunday plotni 2 tonna yuk bemalol tushadi. Ko'rishlaring mumkin. Oldida mustahkam ramalar joylashtirilgan. Bemalol minib yursalaring bo'laveradi. Qo'shimcha kolonkalar ham o'rnatib qo'yilgan. Yoqilg'i sarflariga keladigan bo'lsak, 100 kilometrga yuki bilan atiga 5-6 litr bo'ladi. Agar pul topmoqchi bo'lsangiz, bu rasxodni ko'zingizga ham ko'rinmaydi, pastlik bilinmaydi ham. Bitta bakini to'ldirganingizda qachon qo'yish esingizdan ham chiqib qoladi. Ko'rishlaring mumkin. Panejniy peredachalar bilan jihozlangan. Bemalol tepaliklarga 2 tonna yuki bilan bemalol chiqib ketadi, xudo xolasa. Uyaltiradigan joyi bo'lmaydi. Juda odamga o'tirishga qulay qilib moslashtirilgan. Xohlasalaring kabinkalarni ham qo'yib beraveramiz, faqat ustiga daplata bo'ladi. Maksimal tezliklari 60-70 kilometrgacha chiqadi. Ko'rishlaring mumkin. Tablolarda hattoki benzin datchiklarigacha o'rnatib qo'yilgan, akkumulyatorining quvvatini ham va motorini qancha issiqligida islayotganini ham ko'rsatib turadi. Ko'rishlaring mumkin. Tablosida hali yurgan kilometr 400 metr xolos akalar. Bemalol biz Vodiy Motor kompaniyasiga aloqaga chiqsalaring, shunaqa yurmagan yangi narsalarni xarid qilib olishlaring mumkin. Ramalari juda baquvvat va balonlari ham ancha baquvvat bo'ladi. Yerda, bog'li, tog'li hududlarda bemalol yuraveradi. Qo'sh balonligini nisbatiga bemalol haydab yursalaring bo'ladi. Hattoki loy joylarda ham minib yursalaring bo'laveradi. Ancha yumshoq mototsikl bo'ladi. 2 tonna yuki bilan ham rollarni boshqarish juda oson va ko'p muammolar tug'ilmaydigan va original motorol bo'ladi bu. Bonuslariga keladigan bo'lsak, balon bonus, qo'shimcha zapaska, kaska bonus va ichida ko'rishlaring mumkin. Hozir sizlarga kulishlarni ko'rsatib o'tamiz. Damkirati, balon kuluchi, kulish nabori va shunga o'xshash narsalari bo'ladi akalar. Vodiy bo'ylab yana dastavkamiz bepul bonus qilib beramiz. Voha taraflarga bo'lsa kelishilgan holda 50 qilib beramiz. Endi manzilimizni tushuntiradigan bo'lsak akalar, bu taraf Polvon shashlidan kelish, kichik halqa yo'li, bu taraf Tantana chorrahasiga chiqib ketish, Hammabob choyxonasini oldida joylashgan. Agar uyingiz uzoq bo'lsa, kelishga noqulay bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqsalaring, bemalol qolgan viloyatlarga ham chiqarib beraveramiz. Faqat kelishilgan holatda pullarni 50 qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.